Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaşlar ve en isil medeniyeler alemlerin yaratquchisi ve yegane Rabbi bolgan Allah Ta'alaga xosdir. Allah Ta'alan için qalbimdan mediyeleymen. Onunga hamd sana aytaman ve şükür qilaman. Haq dinni bizlarga yetkizgan suyimlik payg'ambarimiz Hazreti Muhammad alayhissalomga durud, dua ve salam yollayman. Onun aile tavabatlarına, sahabelerine ve ta kıyametkice onun yolunda mağdagan musulman qeyrindaşlarga baxt saadet tileyman. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qeyrindaşlarımız, endi huzurunlarga baxt saadetning 40 resipti namli kitabimizni o'qib berishni davomlashtiramiz. 27. retsip qalbingiz sog'lom bo'lsin. İnsan qalbi har xil ziddiyatlik sifatlarga ega bo'lib, ba'zilarning qalbi yumshoq kelsa, ba'zilarning toshdek qattiq keladi. Ba'zilarning sutdek oppoq kelsa, ba'zilarning ko'mirdek qop-qora keladi. Qalbning yumshoqligi iymonning asri bo'lganidek, uning qattiqligi kufrning asridir. Shuningdek, dilning oqligi yaxshi amalning natijasi bo'lgandek, dilning qoraligi gunoh maisatning izidir. Şuna günah maisatlarni ishkilanmasdan qiladigan odamlarni kishilar dili qora odam deydi. Axloqliq, fazilatlik odamlarni dili oq odam deydi. Günah maisatning dilni qoraytib etadiganligi va yaxshi amallarning dilni yo'ritadiganligi haqida kelgan sahih hadislar nihoyat ko'pdir. Birovning qalbidagi ziddiyatlar uning jannatga yoki do'zaxga kirishini belgilaydi. Bir mümin ayolning bir mushukni non suv bermay bog'lab qo'yganligi sababli do'zaxi bo'lib ketganligi va yana bir buzuq ayolning husuzlikdan halsirab qolgan bir itga ich og'ritib uni sug'urib qo'yganligi sababli jannati bo'lib ketganligi buning tipik misoli. Chunki qalbning qattiqligi uning buzilganligidan, qalbning yumshoqligi uning sog'lomligidan derak beradi. Qalb amallari ibodatning aslidir. Shayxul Islom İbn Taymiye mundaq degan: qalb amallari ibodatning asli va asosidir. Jismoniy ibodat qalb amallarini to'liqlovchidir. Niyat amal ibodatlarga nisbatan badandagi jonga o'xshaydi. Jondan ayrilgan badan o'lginiga o'xshash, niyatdan xoli qolgan amal bekordir. Shunga qalb amallarining ahkomlarini o'rganish, jismoniy amallarning ahkomlarini o'rganishdan muhim va oldingi o'rinda turadi. Qalb amalları deganimiz ixlos, taqvolik, samimiyat, Alloh taoloni ulug'lash, Alloh taolaga va uning payg'ambariga muhabbat bog'lash, Alloh taolaning rahmatini umid qilib, azobidan qo'rqish, o'zining Alloh taolaga muhtojligini his qilish, gunohlarga tavba qilish qatorliqlardir. Jismoniy ibodatlar deganimiz namoz o'qish, ro'za tutish, haj qilish, halol rizq tepish yo'lida Alloh rizoligini ko'zlab ishlash qatorliqlardir. Qalb kumandan, badan askardir. İnsanның qalbi tüzelse, onun iş hareketi tüzülüdü. Onun qalbi buzulsa, barcha işleri buzulüdü. Çünkü qalb kumandan, başka azalar askardir. Peygamber aleyhisselamның unutmanglar ki, bedende bir parça göç var. O tüzelse, bedenning hammasi tüzülüdü. O buzulsa, bedenning hammasi buzulüdü. Bilinglar ki, o qalbdir degan hadisi bunu ifadelaydi. İmanның takamulluğumu qalbning sağlam bo'lishiga bog'liqdir. Qiyomat kunida asqotidigini sağlam qalbdir. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning qissasi bayon qilingan oyatlarda sağlam qalb ikki o'rinda zikr qilingan va İbrahim alayhissalomning xuddi jami payg'ambarlarning peshvosi bo'lganidek sağlam qalb bobidimi insoniyatga peshvo ekanligiga ishorat qilingan. Qalbning sağlam bo'lishidan uning islom aqidasiga zid keladigan e'tiqod, fikr ve iqimlardan xoli bo'lganidek, kishilarga qarshi dushmanlik, ko'ramaslik, o'shmanlik, ko'ngli torliq, qatorliq ma'naviy kasalliklardan xoli bo'lishi va har kimga ko'ngli ko'ksi keng, apuchan, mard, ko'yimchan bo'lishi ko'zda tutiladi. Qalbning sog'lom bo'lishidan uning islom aqidasiga zid keladigan e'tiqod, fikr va aqidalardan xoli bo'lganidek, kishilarga qarshi dushmanlik, ko'ramaslik, o'chmanlik, ko'ngli torliq qatorliq ma'naviy kasalliklardan xoli bo'lishi va har kimga ko'ngli ko'ksi keng, apuchan, mard, ko'yimchan bo'lishi ko'zda tutiladi. Qalbni isloh qilish ishi har qanday bir a'zoni isloh qilishdan qiyin va mushaqqatli bo'lgan bir kurashdir. Chunki qalbni isloh qilish nafsining isyonkorligiga qarshi qattiq kurash qilib,
uni yengish bilan amalga oshadigan ish. Shunga nafsining shuhratga, mol dunyoga va har qanday bir insoniy havasga bo'lgan herismanligini yengamaganlar nafsini isloh qilish jangida yengilgan bo'ladi. Shunga nafsining isyonkorligini yengolmagan odam qalbini isloh qila olmaydi. Qalb eng o'zgarishchan organdir. Miqdod ibn Asvad raziyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambar alayhissalom odam bolasining qalbi xuddi qaynayotgan qozondimi bek o'zgarishchandir degan. Buningdan payg'ambar alayhissalomning hamisha ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, ya'ni ey qalblarni o'zgartib turuvchi Alloh, mening qalbimni diningda mustahkam qilgin deb duo qilishidagi hikmat o'ttirg'i chiqadi. Qalb so'zi arab tilida o'zgarish degan so'z yiltizdan chiqqan bo'lib, lug'at e'tibori bilan o'rib cho'riganni ifodalaydi. Qalbni isloh qilish deganimiz xuddi birovning o'z uyini supurgandek ko'ngildagi yomonliklarni, uyushlik adovatlarni va barcha yomon illatlarni bir qatimda pokiz supurib tozalab, tashlab etib qutulib ketganga o'xshash o'ng'ay ish emas. Balki Alloh taolodan yordam so'rash bilan bir vaqtda nafsining isyonkorligi va shaytonning kuch ko'rtishini bostirib, qalbini hamisha o'z kontrolida tutib, sagak, ho'shyor bo'lish, sirtdan kiradigan ma'naviy mikrob tumonlaridan qalbini qo'g'dash orqali amalga oshadi. Qalbning sog'lomligi jannatning kapolatidir. Anas ibn Malik raziyallohu anhu mundaq deb rivoyat qilgan. Biz bir kuni payg'ambar alayhisalomning yonida o'ltirdik. Payg'ambar alayhisalom bizga: "Hozir sizlarga jannat ahlidan bo'lgan bir odam keladi" dedi. Bir ozdan keyin Rasululloh ansorilardan bir odam keldi. U tahoratni endi ipli kelganligidan uning soqollaridan suv tomchilari tomchilab turardi. Atsi payg'ambar alayhisalom yana shundoq dedi. Yana shu odam shu holatida hozir bo'ldi. 3-kuni shundoq bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom suhbatni turib ketgandan keyin Abdullah ibn Umar heliqi odamning orqasidan mangdi va u odamga mundoq dedi: "Men dadam bilan qiydishib qilib 3 kungacha uning yiniga kirmaslikka qasam qilgan edim. Shunga sen meni uyingda 3 kun qo'ndirgan bo'lsang" deb o'tindi. U odammi qabul qildi. Shunda qilib ular uning uyiga ketdi. Keyin Abdullahning aytib berishicha, u heliqi odam bilan 3 kun birga turish jarayonida u kishining sahar uyqusidan uyg'onib, bandat vaqtigacha Alloh taolaga zikr va takbir aytishdan boshqa hech qanday ortiqchilik ko'rmaganligini, faqat uning hamisha yaxshi so'z qiladiganligidan ta'sirlanganligini aytgan. Abdullah yana hikoya qilib mundoq deb bergan: 3 kun to'shqandan keyin men u odamning qilgan ibodatlarini oddiy sanab qoldim va u odamga: "Ey Allohning bandasi, men senga rostimni aytsam, dadam bilan qiydishib qolgan emasman. Faqat Rasulullohdan sening jannat ahlidan ekanligingni orqa 3 kun anglab, senga qiziqib qolgandim. Shuning bilan sening amallaringni o'rganib, senga agishay degan maqsadda sening uyingga kelgandim. Ammo qarasam cho'ng bir ishlarni qilganingni ko'rmadim. Seni payg'ambar alayhisalomning ahli jannati deyishiga sazovor qilgan ishing zodi qaysi?" deb so'radim. U odam: "Mening amallarim faqat sen 3 kundan beri ko'rganing shu" deb javob berdi. Shuning bilan men uning yenidan xo'shlanib qaytdim. U meni orqamdan to'ladi va menga mundoq dedi: "Mening qiladigan amallarim sen ko'rganlaringning o'zi, boshqasi yo'q. Ammo men faqat hech kimga yomonlik qilishni o'ylamayman. Allohning uningga bergan yaxshiliklarga ko'zimni qizartmayman" dedi. Shu chaqda men uningga: "Ha, endi bildim. Seni bu darajaga yetkazgan va bizning qo'limizdan kelmaydigan ish aslida bu ekanda" dedim. İnsanlar ichki dunyosidan boshqariladi. İnsanlar tashqi dunyosidan emas, balki asosligi ichki dunyosidan, vijdonidan boshqarilmoqcha jamiyat tartibini saqlag'ili va haq-huquqlarni qo'g'dag'ili bo'lmaydi. Kishilarning haq-huquqlarini himoya qiladigan, haqsizlikka yo'l qo'ymaydigan, adolatlik, fazilatlik va madaniyatlik bir jamiyatni barpo qilishda davlat qonunlari va hukumat doiralari yetarli emas. Chunki jazodan, turmadan va jarimanadan qo'rqib vazifa o'taydiganlar va qo'rqib turib haq-huquqlarga hurmat qiladiganlar qonunning og'amchisidan qutulish uchun chiqish yo'li topqichilik shunday qiladi. Ular qonunning kontrolligidan chiqqan hamon o'zlarining bilginini qiladi. Ammo Allohdan ayminib, uning g'azabiga yo'liqishdan qo'rqqan va o'z vijdonining ovoziga quloq solgan holda haq-huquqlarni qo'g'daydiganlar va hayotlikdagi o'z vazifalarini Alloh roziligi uchun to'liq ado qiladiganlar
mayli oshkora, mayli yoshirin bo'lsin, o'zlarining hech vaqt Allohning kontrolligidan qechib qutulamaydiganligiga haqiqiy iymoni bo'lg'achqa, ular Allohga osiylik qilish, musulmonlarning omonligiga buzg'unchilik qilish va kishilarning haq-huquqlariga tajovuz qilishdan qattiq hazar aylaydi-da, har ishni o'zining iymoni talabi bo'yicha ado qilishni avvalgi o'rinda qo'ydi. Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi darsimizni mishada oxirlashtiramiz. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'layli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.